Assalomu alaykum qadrdon tomoshabin. Efirda gulchilik sirlari ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizni tayyorlash uchun Farg'ona viloyati Quva tumani tomon yo'l oldik. Suhbatdoshimiz 10 yildan ortiq vaqt davomida gulchilik biznesi bilan shug'ullanib kelayotgan tajribali gulchi Shokirjon Sattorov. Biz gul faoliyati bilan 10-12 yildan beri shug'ullanamiz. Birinchi boshlaganimizda o'sha 5 sotik, 6 sotik yerga gul ekib, ozgina o'zimiz xonadonda tomor qampimizga shu 5 sotik, 6 sotik joyga gul ekib, shundan boshlaganmiz. Boshidagi qiyinchiliklar shuki, endi biz gul sohasini tushunmaganmiz, bilmaganmiz, ekkanmiz. Keyin o'sha gulchilardan maslahat olib, katta gulchilardan maslahat olib, buni tarbiyasini o'rganib chiqqanmiz. Sababi gulni o'zi chiroyli. Men o'zim gulni yaxshi ko'raman. Tarbiyasini ham yaxshi ko'raman. Keyin foydasi ham juda ham yaxshi. Hurmatli tomoshabin, har qanday gullarni ekishdan oldin uning qaysi faslda va qanday usulda ekish haqida ham ma'lumotga ega bo'lishingiz albatta foydali. Atirgulni asosan kuzda yerga ishlov berib, yerda haydatib, albatta buni ekishdan oldin yerga ishlov berib, dorilarini berib qo'yish kerak. Kuzda o'sha yer haydashdan oldin amafos dorisi, atirgulni asosan amafos dorisi ozuqalantiradi. Eng yaxshi ozuqa amafos dorisi. Qolgan dorilar ham albatta kerak. Vaqti bilan, hammasini o'zining vaqti bor. Biz 10 sotiklik maydonga 1 qop, 1 gektar yerimizga 10 qop amafos bilan kuzda ishlov beramiz. Keyingi yilga agar 10 qop amafos solsangiz, keyingi yilga masalan u atirgulingiz chiqqandan keyin namatay bo'lib chiqadi-ku ilk bor. Unga dori keyin kamroq ketadi, chunki o'sha amafosni yeb boraveradi. Ekilish jarayoni biz namatak urug'ini sepamiz. Albatta kuzda sepsa ham bo'ladi, bahorda sepsa ham bo'ladi. Namatak urug'ini yaxshilab ishlov berib olib, 1 yil oldin avgust oyida urug'ini terib, uni ishlov berib ko'mib qo'yiladi-da, yoki erta bahorda yoki kuzda ekiladi. Ekilgandan keyin o'sha namatakni parvarishlab, keyin avgust oyidan boshlab, keyingi yilga avgust oyidan boshlab ulama sezoni boshlanadi. O'sha namatakning tomiriga atirgul ko'zlari payvand qilinadi. Keyin bahorda namatagini kesib yuboriladi, o'sha ko'zlari qoladi. O'sha ko'zda mana shu atirgul binoga keladi. Yangi boshlamoqchi bo'layotganlarga, masalan, g'uncha faoliyatini yoki atirgul faoliyatini boshlamoqchi bo'layotganlarga shu atirgullarni olib, ko'chatlardan olib boshlasa bo'ladi. Erta bahorda ekkan ma'qulroq. Kuzda eksa ham bo'ladi, lekin erta bahorda ekkan ma'qulroq. Necha ming yillardan buyon barcha uchun sevimli va chiroyli bo'lgan atirgul ekib yaxshi daromad qilmoqchi bo'lsangiz, eng avvalo uning agrotexnikasiga alohida e'tibor qaratishingiz kerak. Yer tanlashda albatta sho'ri yo'q yer bo'lsa juda ham a'lo ish bo'ladi. Sababi atirgul sho'rga chidamsizroq narsa. Bu atirgul o'ylashadi, ekib qo'ysa bo'laveradi deb o'ylashadi, lekin jinday nozikroq narsa. Tarbiyasi bilan yaxshilab shug'ullanmasangiz qiyinroq. Albatta sho'ri bor yerlar bilan ham ishlasa bo'ladi. Uni o'zining preparatlari bor, yerga solinadigan o'g'itlari bor. Sho'rini yo'qotib, keyin ekish kerak. Agar gullarni g'uncha uchun ekayotgan bo'lsangiz, avvalo bozordagi talabni o'rganib chiqing. Qaysi nav va rangdagi gullarga xaridorlar ko'proq qiziqayotgan bo'lsa, bozori chaqqon bo'lgan ana shu navlarni ekish tavsiya etiladi. G'uncha uchun odatda cho'rniy magiya gulimiz bor. Mana asosan ketadigan gulimiz. To'y bazmlariga, xullas har xil tadbirlarga eng asosan ketadigani mana shu cho'rniy magiya qizil atirgulimiz g'uncha uchun ketadi. Qolaversa mana oqimiz ham ketadi, oq atirgullarimiz ham ketadi. Lekin hozir odatda hamma atirgullarimiz ham g'uncha uchun ketyapti. Atirgul biznesini boshlayotganlar uchun sprey atirgullar, ya'ni g'unchasi to'p kallali bo'lgan atirgullarni tavsiya qilaman. Qolaversa pionoviy atirgullar bo'ladi. Masalan, Catalina, Red Pion, Rectabella degan atirgullar bor. O'shalarni tavsiya qilaman. Undan tashqari yana boshqa atirgullar ham bor. Atirgulni xullas uni sorti, uni nimasi juda ham ko'p. Ishonchli joylardan atirgul ko'chatlarini sotib olganingizdan so'ng ularni ekish sxemasini to'g'ri rejalashtirib olish muhim. Odatda biz ochiq maydonga ekamiz. Ochiq maydonga 70 ga agat olib ekiladi. Oraliqlari 5 sm, 10 sm qo'yib, namatakni yagona qilib atirgul payvand qilinadi. Agar atirgulni o'zini ekmoqchi bo'lsa, issiqxonaga ekmoqchi bo'lsa, oraliqlarni uzoqroq ekish kerak. Sababi issiqxonada albatta tashqarida havo bo'lmaydi, issiqroq bo'ladi, dimroq bo'ladi. O'shaning uchun uni oraliqlarida shabada yurish kerak, shamol.
Shu o'rinda suhbatdoshimizdan atirgullarga zarar yetkazish mumkin bo'lgan hasharotlar va kasalliklar haqida ham so'radik. Atirgul kasalliklariga kelsak, atirgulga shudring kasalliklari tushadi. Zamburug' kasalliklari tushadi. Uni oldini olish uchun sug'orish sistemasini o'rganish kerak. Ko'p suv xohlamaydi boshida. Keyin bu katta ko'chat bo'lgandan keyin lekin suv qo'yib tursangiz bo'ladi. Suv qo'yishda ham o'zini me'yori bor. Albatta atirgulni behad ko'p sug'orib olsangiz, o'shanda qora dog' kasalliklari, zamburug' kasalliklari tushadi. Kasalliklar endi asosan atirgulni shira tushadi. Atirgulni g'unchasini tagi mazali bo'lar ekan. O'shaning uchun ko'k shira tushadi bunga. Ko'k shira tushadi. Unga albatta inteksid dorilar, ya'ni zahar dorilar sepish kerak. Har xil dorilar bor. Hasharotga qarshi dorilarimiz bor. Fungisidlar davolaydi. Inteksidlar u hasharotga qarshi kurashadi. Masalan, Mosflan degan dorimiz bor. Elnur, Nurel, qolaversa Enjo hozir hamma ishlatyapti. Ko'p preparatlarimiz bor. Lekin atirgulning hasharotlarini aytib o'tsam, masalan, qo'ng'izlar yeb qo'yadi. Shu qo'ng'izlarga qarshi antikolorat degan dori bor, o'shundan sepishimiz kerak. Keyin oq qanot, keyin tripis, shunaqa hasharotlar bor, o'shlarga ham preparatlar bor. Shulardan foydalanib, muntazam foydalanib turish kerak. 3 kun, 4 kunda bir foydalanib turish kerak. Agar g'uncha sotmoqchi bo'lsangiz, g'uncha bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz. Qadrli yurtdoshlar, har qanday ishni e'tibor va qiziqish bilan boshlasangiz, yaxshi natijaga erishish ehtimoli yuqori bo'ladi. Gullarga kerakli o'g'itlarni o'z vaqtida berib borish ham ularni tez rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'g'itlash jarayonlari karbamid, azot o'g'itlarini me'yorida berib turadi. Qanchada bir berilishi kerak? Uni bahorda beriladi. Erta bahorda o'sha misol ishlov berilayotgan paytda 2 marta dori solinadi bo'ldi. Keyin g'unchani uzganimizdan keyin, birinchi massani yig'ishtirganimizdan keyin o'sha karbamidni solib suv ochsangiz, o'sha yana tezroq amal berib, yana g'uncha shakllanaveradi. G'uncha uchun atirgul yetishtirishni niyat qilgan bo'lsangiz, suv mo'l bo'lgan hududni tanlash muhim. Chunki atirgullarni muntazam sug'orib turish tavsiya etiladi. Suvni aytib qo'yay, faqat kechki payti qo'yiladi, salqinda qo'yiladi. Uni issiqda qo'yib bo'lmaydi. Agar kasallik ko'payib ketadigan bo'lsa, suvdan tortish kerak, kasallik tushadigan. Keyin salqin havoda o'sha zamburug', zang kasalliklari tushadi, yog'ingarchilik bo'lgan paytlarda. O'sha paytda suv kerak emas. O'zi atirgul o'zi aytadi o'zi chanqaganini. Har bir ekin ham o'zi chanqagani bilinadi. Misol haqiqiy dehqonga chanqagan paytda suv berish kerak, albatta me'yori bilan. Uni zaklatib ko'p sug'orib bo'lmaydi. Masalan, 3 kun, 4 kunda yugurtirib qo'ygan yaxshi. Atirgullar yetilgandan so'ng ularni o'z vaqtida uzib olish kerak. Shu o'rinda gullarni qanday usulda uzish haqida ham ma'lumot beramiz. Uzishga keladigan bo'lsak, yetilgan atirgul olinadi, albatta chiroyli bo'lib ochilgan atirgul olinadi. Tagidan faqat. Uni misol teparoqdan kesib qo'ysangiz, o'sha joydan novda chiqadida shox ko'payib ketadi. Har bir mana shu bargning yonidan mana bu nimalari, kurtaklari chiqib, shox ko'payib ketadi. Endi o'zingiz o'ylang, masalan, mana bu yerda bir tup atirgulda 3 ta shox bo'ladigan bo'lsa yoki 4 ta shox bo'ladigan bo'lsa, har biridan 4 ta 5 tadan bo'lib ko'payib ketadi. Unda gulingiz noziklashib ketadi. G'uncha bo'lib yetkazib bera olmaydi. O'shaning uchun pastidan qadab kesiladi, bitta 2 ta chiqadi. O'sha chiroyli g'uncha bo'ladi. Shokirjon aka, bu pionoy atirgullarda uzilish qanaqa bo'ladi endi? Bular ko'rib turibmiz, bitta shoxda kerak bo'lsa 10 tadan oshiq g'unchalari bor. Buni qanaqa qilib klientga taqdim etasiz? Buni ham xuddi o'sha yakka atirgullarimiz chorniy magiyaga o'xshab eng pastidan kesiladi. 5 sm qolgizib kesiladi. Sababi o'sha aytgan holatim. Bu atirgullarning afzalligi, masalan, yakka-ku ko'proq ishlatishadi buketga. Bu atirgullarimizni 3-4 tasi ham bitta buket bo'laveradi. Mana shu bitta shox, mana shu bir dona hisoblanadi. U yakkalikka qaraganda qimmatroqmi? Yo'q, bizda hammasining narxi bir. Hammasining narxi bir, klientlaringiz aniq. Klientimiz aniq, klientimizga bog'liq. U masalan, to'g'ri, qimmat atirgullar ham bor. Qimmat atirgullar ham bor, lekin biz
klient bilan bir xil narxga kelishganmiz. Bahordan boshlab kuzgacha bir xil narxga yetkazib beramiz. Klient topishda nimalarga e'tibor berish kerak? Klient topishda gulni yaxshi tarbiya berish kerak bo'ldi. Gulni yaxshi tarbiya qilib, sifatli mahsulot yetkazib bersangiz, klient Demak, o'zingiz uzib olib berasiz. albatta. Shu 1 gektarlik necha gektar? 1 gektar? 1 gektar. 1 gektarlik maydondan bitta uzganda qancha hosil uzasiz? U atirgulni soniga bog'liq. Masalan, 1 gektar yerga ba'zi odam ko'p atirgul qo'yib yuboradi, uni maslahat bermayman. Atirgul qancha siyrak bo'lsa, oraliq masofasi siyrakroq bo'lsa, shuncha yaxshi g'uncha beradi. Ham ko'chati sifatli katta bo'ladi, ham g'unchasi baquvvat bo'ladi. Ba'zi bir dehqonlar ko'p ulashib yuboradi. 1 gektar joyga masalan 150 mingta qilib atirgul qo'yadi. U noto'g'ri. Chunki atirgul sifatsiz bo'lib qoladi. Masalan, biz 1 gektar joyga 50 ming dona atirgul qilamiz. 1 gektar joyga 50 ming dona atirgul qilamiz. O'zi aslida u ham ko'p. 50 ming dona atirgul qilsangiz, 50 mingta g'uncha birinchi uzumida aniq bor. Endi kundan kunga ochilganda uni sotaverasiz. Ochilganda uzib sotaverasiz. Lekin ikkinchi uzumiga u albatta 100 mingta atirgul beradi. Uchinchi uzumiga yana undan ham ko'p. Shuningdek, g'unchalarni setka bilan qoplash va tepa qismiga setka tortish ahamiyati haqida ham suhbatlashdik. Chorniy magiya atirgullarimiz tayyor holatga kelyapti, mana do'konlarga yetkazib berish holatiga kelyapti. Bularga mana shu holatda setka kiygiziladi. Albatta setkani ertaroq kiygizib qo'ygan ma'qul. Chunki u ochilib ketgandan keyin mana bu kipriklari qayrilib qoladi. Shuning uchun kipriklarni qayrilmasdan ertaroq kiygizib qo'ysangiz, atirgul chiroyli holatda bo'lib, mana shu holatda ochiladi. Xo'p, qaysi holatda setka kiygish kerak? Kiygizish holati mana bu holat. Shu holatga setka kiygizib qo'ysa bo'laveradi. Bo'ladi. Bunaqa setkalarni biz Toshkentdan chaqirtiramiz. Toshkentdan 1 kilosini o'sha 100 ming, 120 ming atrofida chaqirtiramiz. 1 kilosining ichida 2000 tadan ortiq setka chiqadi. Uni ham razmeri bo'ladi, hamda turi ham bo'ladi. Yumshoqroq, qattiqroq bo'ladi. Qaysi birini olgan ma'qul? Qattiqrog'ini olgan ma'qul, sababi uni cho'zganingizdan keyin qaytmaydi. Qattiqrog'ini olsangiz, cho'zib qancha xohlasangiz cho'zib turib kiygizib qo'yaverasiz. Kiygizib qo'ysangiz, mana shu holatda kiygizib qo'yganingizdan keyin mana kipriklarni chiqarib qo'yasiz. Mana shu holatda qoladi. Atirgul semirgan sari, g'uncha kattaygan sari mana shu holatga keladi. Qancha muddatda bu tayyor bo'ladi? Necha kunda taxminan? Bu uzog'i 5 kun. Uzog'i 5 kunda mana shu atirgul. Tepasini to'r bilan to'sadigan bo'lsa qanaqa bo'ladi natijasi? Samaradorligi juda ham yaxshi bo'ladi. Ayniqsa shu chorniy magiya atirgullarimizga. Sababi bu issiqqa chinda chidamsizroq. Albatta O'zbekiston iqlimi issiq bo'lib ketdi. Issiqda kuyib qoladi. Kuyib qolgandan keyin u atirgullarimiz ishlatishga yaroqli emas bo'lib qoladi. Hech kim uni olmaydi. Ovorib berganingiz bilan uni ishlatish olmaydi. Shuning uchun unga setka tortishimiz kerak. Hozir setkalarimiz chiqqan, masalan 50% lik, 70% lik. O'shunaqa setkalarimizni ustunlarini o'rnatib, sim tortib, tepasiga setka tortsak, quyoshning ultra binafsha nurlarini kamaytirib beradi. Shu issiqni saqlab beradi. Qilayotgan ishingizni ilmini o'rganing va yangilik qilishdan aslo qo'rqmang. Shu o'rinda bizni e'tiborimizni tomorqaning turli xil joylariga ekilgan mana bu rayhonlar tortdi va buning sababiga qiziqdik. Rayhonlarni ekishimizdan maqsad, biz ham hozir aytdik, shu o'rganib, tajriba orttirish maqsadida. Rayhon shu hasharotni kamroq keltirar ekan. Rayhonning hidiga hasharot, misol ma'lum bir miqdor 50% miqdorda kamroq kelar ekan. Rayhonning hididan qochar ekan. Rayhonning hidini bilasiz o'zingiz, juda ham nima bo'ladi? Taralib ketadi hamma yoqqa. Shu maqsadda bu yil rayhon ekdik. Rayhon ekib, shu atirgullarni qisman bo'lsa ham shu hasharotdan saqlash maqsadida. Kezi kelganda suhbatdoshimizdan bir mavsum davomida 10 sotixlik maydondan qancha daromad olish mumkinligi haqida ham so'radik. 10 sotik yeri bor odam, masalan, atirgul ko'chatini olish kerak. Atirgul ko'chatini olib, asosan agar g'unchadan daromad qilmoqchi bo'lsa, g'unchabob atirgullarni ko'chatini olish kerak. Ko'chatini olib 10 sotikka taxminan misol 6000 ta ko'chat qo'ydi deylik. 6000 ta ko'chat qo'ygan bo'lsa, o'sha 6000 ta g'uncha bor degani. Birinchi uzumiga. Men minimalkasini aytayapman. 6000 ta g'uncha bor degani. U degani bitta uzumda o'rtacha me'yorda masalan biz do'konlarga 1,5 ming so'm tarqatamiz. O'rtacha me'yorda 1000 so'mdan daromad keltirsa, bir uzumida 6 million daromad keltiradi. Nechta yil davomida necha marta o'sishi mumkin? Yil davomida 3 marta, 4 marta, kamida 3 marta, 4 marta. Masalan, bir dona hosili deyapman-ku 6000 ta deb.
Keyingisiga bu kesgandan keyin bitta emas, u 3 ta 4 ta bo'lib chiqadi. Ko'payadi. O'z-o'zidan 6 millionga yana 2 baravar, 3 baravar qo'shilib ketaveradi. O'zi buket qilib sotadigan bo'lsa, yana bu daromad 2-3 barobar oshadi. Albatta. Agar o'zi buket qilib sotadigan bo'lsa, juda ham Rejada bormi o'zingiz shu shahar markazigami, viloyat markazigami buket ochib, baribir atirgul sohasida juda ko'p atirgullaringiz bor. Xudo xolasa o'sha niyatdamiz. Mana atirgul sohasini boshlaganimizdan beri ko'chat faqat ko'chatlarni Rossiyaga, Tojikiston, shu Qozog'iston tomonlariga eksport qilib chiqarardik. G'uncha sohasiga mana 3-4 yildan beri o'tganimizdan beri mana endi g'uncha sohasini yaxshilab o'rganib chiqdik. Endi shu gul do'koni qilib biz ham o'zimiz ham ochmoqchimiz. Xudo xolasa shahar markaziga. Atirgul may oyidan boshlab hosilga kiradi. Shu agar siz ko'chatini eksangiz, agar teplitsaga ekadigan bo'lsangiz, ertaroq bo'ladi u. Ertaroq bo'ladi. Bir dona atirgul, xullas bitta atirgulimiz 24 kunda ochiladi. Ko'klab chiqib, ochilgungacha 24 kun, 25 kun vaqt ketadi. Shokirjon aka, mana 24 kunda bitta novda tepada atirgul sotishga tayyor bo'ladi dedingiz. Necha yoshlilar tayyor bo'ladi endi shunda? Asosan 3 yoshliklari, ko'chat baquvvat ko'chatlar, ya'ni 3 yoshli ko'chatlar 24 kun, 25 kun, uzog'i 1 oyda bitta g'uncha binoga kelib sotilishga tayyor bo'ladi. 1-2 yillari qanaqa bo'ladi? 1-2 yillar undan ko'ra sal kechroq. Sababi ular yosh nihollar, ular birinchi yili masalan ulamadan keyingi chiqqan atirgulni kesib olganingizdan keyin u 24 kun, 25 kun, 1 oyda tayyor bo'lmaydi. Sal kechroq chiqadi. Sababi u yosh nihol. Bitta atirgul necha yil davomida hosil beradi? Endi biz o'zimiz tajribamizdan ko'rganda 4 yil, 5 yil yaxshi hosil olsa bo'ladi. Shtampoviy atirgullarni atirgul sohasidan oldin boshlaganman. Sababi o'zim qiziqqanman, xuddi sizga o'xshab ko'chalarda ko'rib, odamlarda ko'rib, o'zim qiziqib shu shtampoviy atirgullarni boshlaganman. Shtampoviy atirgullarni endi ekilish jarayoniga kelsak, albatta namatak ekilgandan keyin xuddi o'sha atirgul ulanadi-ku. Namatakka atirgul payvand qilindi. Lekin bularga namatak ulanadi. Tikonsiz namatak ulanadi. Yana 1 yil tarbiyalaysiz, 2 yil bo'lgandan keyin mana shunaqa holatga keladi. Keyin may oyidan boshlab albatta atirgullarimiz ochilgan paytda ulardan ko'z olinib payvand qilinadi. Hamma atirgullar ham tutadi. Faqat shtampoviy atirgulga o'sib ketadigan atirgullar, angliskiy rozalar o'sib ketadi, balandroq bo'lib. Keyin bigushi atirgullar deymiz. O'sha narsalarni tavsiya qilmayman, sababi ular juda ham o'sib ketadi. Buni sifatli qilish uchun mini rozalar chiroyli bo'ladi, albatta daraxtga o'xshab turadi. Buni o'zi shtampoviy roza deyshadi. Atirgul daraxti bu. Atirgul daraxti hozir juda ham urf bo'ldi. 3 yilda tayyor bo'ladi. Uni narxi albatta ko'chatga qarab, ko'chatning sifatiga qarab, uni yoshiga qarab. Masalan, 3 yillik ko'chatingiz, o'sha tayyor bo'lgan birinchi tayyor bo'lgan ko'chatingiz 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha bo'ladi narxi bir donasi. Agar 5 yil, 6 yil bo'lsa, masalan, tanalari yo'g'on bo'ladigan bo'lsa, ular albatta qimmatroq bo'ladi. 400 ming, 500 ming sotiladi. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Ko'rsatuvimiz siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, bundan mamnunmiz. Dasturimiz haqidagi fikr va mulohazalaringizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifamizning izoh qismida yozib qoldirishingiz mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.